Inson va tabiat aslida bir-biriga juda uyg'un. Qachonki inson tabiat ne'matlarini asrashni, avaylashni va uning bir ne'matidan 10 ne'mat tayyorlay olishning hadisini olsa, mutanosiblik ta'minlanadi. Zotan bugungi ekologik muammolar tabiatga nisbatan nafaqat ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni, balki g'amxo'rlik qilishni ham taqozo etadi. Tabiatni asrash faqat belgilanmagan joyga chiqindi tashlamaslik yoki ko'chat ekish emas. Tabiatni asrash kerak bo'lsa, har bir tomchi suvni isrof qilmaslik, uni iste'moldan oldin nur va issiqlik manbasi sifatida qayta ishlashni taqozo etadi. Bilasiz, har qanday iqtisodiyot yoki ishlab chiqarishni harakatga keltiruvchi asosiy kuch bu elektr energiyasi bo'lib hisoblanadi. Butun dunyoda esa yashil iqtisodiyot, yashil energiya tizimiga o'tilmoqda. Chunki u iqtisodiy jihatlama anchayin tejamkor bo'lib, ekologik xavf va xatarni yuzaga keltirmaydi. O'zbekiston aynan ana shu yashil iqtisodiyot, yashil energetika tizimiga o'tish borasida dadil qadamlar tashladi deyishga to'laqonli asoslarimiz bor. Aynan mana shu borada gidroenergetika sohasi o'zining istiqbolli jihatlarini ko'rsatmoqda. Mana shu gidroenergetikaning barqaror ishlashida esa O'zgidropower korxonasining faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda gidroenergetika sohasida 430 megawatt quvvat yaratildi va umumiy quvvat 2,4 megawattga yetkazildi. O'zgidropower tomonidan ishlab chiqarilayotgan uskunalar Qoraqalpog'iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatidagi 10 ga yaqin GESda muvaffaqiyatli ishga tushirildi. Hozirgi kunda zavodda jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar, xususan yirik loyihalar, Chotqol daryosidagi Quyi Chotqol GES qurilishi investitsiya loyihasi hamda Norin daryosidagi Norin GESlar kaskadi qurilishi loyihasi uchun zaruriy jihozlar hamda ehtiyot qismlar tayyorlanib, yetkazilib berilmoqda. Korxona quvvati 1 kilovattdan 40 megawattgacha bo'lgan zamonaviy gidroagregatlar, turbinalar, generatorlar, suv nasos agregatlari va suv omborlari uchun metall konstruksiyalar ishlab chiqarishni amalga oshirmoqda. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining salmoqli qismi gidroenergetika ulushiga to'g'ri kelishini hisobga olsak, ular uchun zarur jihozlar va ehtiyot qismlarini yetkazib berish ham muhimdir. Biz hozir Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida O'zgidropower zavodidamiz. Bizning zavodimiz O'zbek gidroenergetika tizim tashkiloti bo'lib, qo'shma korxonasi bo'lib, bu zavodimizda biz 1 kilovattdan to 40 megawattgacha bo'lgan gidroagregatlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bulardan biz yaqin kunlarda mana ishlatishga topshirilgan Norin GESini Norin GES 2 uchun hozirgi kunda gidroagregat ishlab chiqarish yo'lini boshlab olganmiz. Bu agregatlar kapsula tipiga mansub bo'lgan gidroagregat hisoblanadi va buni hamma detallari 100% o'zimizda shu korxonamizda ishlab chiqariladi. Bizning korxonamizda har bitta kadr ustoz shogird an'anasiga binoan tayyorgarlik muddatdan o'tadi. O'tgandan keyin uni har bitta qilayotgan ishlarini nazorat olib boruvchi guruh bor. Ularni tekshirib ko'rib turishadi, aniqliklarini, qancha xatoliklar berilyapti, shunga qarab ularga ko'nikmalarini oshirish bo'yicha o'qish amaliyotlari ham tashkil etilgan. O'zimizda shu yerda o'qitilgandan keyin u har bitta mutaxassis bilan ustozi yana qayta ishlab, uni har bitta qilayotgan ishining samarasini, sifatini, nazoratini ko'rib boradi. Bizda hozir mana shu mexanika ishlov berish sexida turibmiz. Bu sexida biz butunlay shu gidroagregatlar uchun butunlay detallarini shu ikkita mana shu seximizda ishlov berib boramiz. Bu detallarni bu stanoklarimiz shunaqa yuqori aniqlikda ishlov beradi. Bu juda ham aniqligi yuqori hisoblanadi. Bu 100 dan 2 millimetrgacha aniqlikda ishlab beradi bu stanoklarimiz. Ishlab chiqarish zavodi faoliyati haqida sal keyinroq to'xtalamiz, ammo hozir men mavzuning boshqa bir jihatiga e'tiboringizni tortmoqchiman. Aynan gidroenergetika sohasida butlovchi va ehtiyot qismlar, qolaversa gidroagregatlarni mahalliy sharoitda ishlab chiqarish aytish lozimki, O'zbekistonni o'z gidroenergetika sohasida milliy brendini yarata olishga imkoniyat yaratdi hamda peshqadamlar safiga qo'shdi. Bu nafaqat
nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyo hamjamiyatida ham yuksak e'tirof etilmoqda. Yuzlab GESlarni qurish jarayonida kattagina tajriba to'plandi va mana shu tajriba bugun katta bir maktabga aylangan. Ana shu tajriba va maktab bugun Norin GESlar kaskadini qurishga zamin yaratdi deyish mumkin. Bevosita davlat rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilgan ushbu loyihaning birinchi bosqichi foydalanishga topshirildi. Uning har daqiqadagi faoliyati minglab, yuzlab xonadonlar uchun yorug'lik, issiqlik demakdir. Aytish joizki, mazkur Norin daryosining umumiy quvvati 228 megawatt bo'lgan 6 ta gidroelektrostansiyadan iborat kaskad qurilmoqda. Har bir stansiyaning quvvati 38 megawattni tashkil etadi. Har bir GESda 4 tadan respublikada ilk bor yangi kapsula tipadagi gidroagregatlar o'rnatiladi. Loyiha ishga tushirilganidan so'ng yiliga o'rtacha 1 milliard 25 million kilovatt soat ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu esa 430 mingdan ortiq xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati demakdir. Mana shu loyihani bemalol mega loyiha deya atash mumkin, chunki u O'zbekistonning milliy brendi bo'lib hisoblanadi. Zavodda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibida kamida 72% mahalliy komponentlardan foydalanadi. Bu esa mamlakatimizda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytirib, iqtisodiy mustaqillikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Mazkur korxonani o'z ixtisosligi bo'yicha, ya'ni quvvati 40 megawattgacha bo'lgan gidroagregatlar, shuningdek ularning ehtiyot qismlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorlig'i asosida taqdim etilmoqda. Va bu shuning bilan tugamaydi, chunki bu nafaqat mahalliy ko'lamda mahsulot ishlab chiqarish bilan birgalikda importga qaramlilikning oldini oladi va korxonalarning barqaror ishlashi uchun xizmat qiladi. Yaqin istiqbolda, ya'ni kelgusi 2026-yildan boshlab zavod mahsulotlarini qo'shni davlatlarga eksport qilish rejalashtirilmoqda. E'tibor beryapsizmi? Qachonlardir boshqa davlatlarga energetika sohasida qaram bo'lgan va hatto oddiy boltgacha import qiladigan mamlakatda energiya ishlab chiqaruvchilar uchun gidroagregatlar sotilishiga erishildi. Detallarni ilgari misol uchun bu zavod bo'lmaganida bo'lak-bo'lak keladi. Gabarit o'lchamlari juda katta. Ular bo'lak-bo'lak kelardi. Keyin montaj jarayonlarida, qurilish davrlarida u har bitta detalni yana qaytadan yig'ish bu qandaydir ma'lum bir vaqt oladi. Qayta ishlab chiqargandek gap. Keyin yana bir yaxshi tomonlardan bittasi u 4-3 bo'lak yoki 2 bo'lakdan yig'ilgandan keyin uni aniqligi yo'qotiladi. Hozirgi kunda shu narsalar butunlay yasalyapti. Shu zavodimizda butunlay tekshiruvdan o'tadi. Montajga olib boriladi, o'rnatiladi. Bu hech unaqa xatoliklar ham o'sha jarayonda umuman olib tashlanadi. O'zimizning milliy brend va milliy xodimlar, milliy maktab yaratildi aynan mana shu sohada, to'g'rimi? Shunday. Bizni boshqaruv raisimiz Abdug'ani Abdurahmon shu yosh kadrlarga bo'lgan e'tiborlari men bilan birgalikda yana 6 ta, biz jami 7 kishi 2024-yil shu 20-avgustdan to 20-noyabrgacha Xitoy Xalq Respublikasida malakamizni oshirib keldik. Zar qadrini zargar biladi deyishadi. Hozir suhbatimiz boshlanishidan oldin siz aytdingizki, iltimos mana shu nuqtadan suhbatni boshlaylik, chunki bu yerda muhim bitta bo'lak turibdi, aynan mana shu agregatlar ishlab chiqarishda, chunki buni foydasini bilgan yoki mana shu sohani mutaxassisi bo'lgan odam bu O'zbekistonda ishlab chiqarilayotganini bilib olib, bizga ta'min berishi mumkin degan fikrlarda aytdingiz. Mana shu nima baslar basharadi bizda? Bu o'zi biz shu gidroturbinani ishchi g'ildiragini korpusi hisoblanadi. Bu quyma metalldan bo'ladi. Keyin bunga ishlov berish ilgarilari bunaqa yuqori aniqlikda. Sababi bu detalimizni ishlov berilishda berilgan xatolik gidroagregatni umumiy quvvatiga ta'sir qilishi mumkin. Buni mana o'lchamlarida qilingan xatoliklar foydali ish koeffitsiyentiga ta'sir qiladi. Bu asosan gidroagregatlarda ikkita rotor bo'ladi o'zi aslida. Bu bitta rotor, masalan, generator rotori bo'lsa, bu turbina rotori hisoblanadi o'zi aslida.
Asosiy bu bir asosiy elementlardan bittasi. Ilgari bu narsani biz O'zbekistonda qilish juda ham murakkab proses hisoblanardi. Bo'lmaydigan ish deb hisoblanganda. Bo'lmaydigan ish deb hisoblasak ham bo'laveradi. Nimaga desa, bu yerda biz juda bunaqa yuqori aniqlikda ishlaydigan ilgari stanoklarimiz yo'q edi. Keyin mana ko'rib turibsiz. Mana bu sferani qilishni o'zi bitta juda murakkab proses. Buni qilish uchun biz uchun umuman zamonaviy stanoklar kerak edi. Demak, mana shu sohani egalari biladi. Mana shunday jihozni, ehtiyot qismni O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish bu paytgacha afsona deb hisoblangan narsa. Ilgarilari shunday edi. Mana lekin bugungi kunda biz bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Zavodda 5 ta ishlab chiqarish sexi mavjud bo'lib, 80 dan ortiq zamonaviy uskunalar o'rnatilgan. Hozirda 255 nafar mutaxassis faoliyat yuritmoqda. Yaqin kelajakda esa bu ko'rsatkichni 350 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Har bir mutaxassis, har bir xodim katta kuch evaziga ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi kabi resursning paydo bo'lishida ishtirok etadi. Ularning mehnati tufayligina murakkab bosqichni taqozo qiladigan ehtiyot qismlari o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Joizki, mazkur korxonada ishlab chiqarilayotgan gidroagregatlar va boshqa ehtiyot qismlari aytaylik Xitoy Xalq Respublikasi ishlab chiqaruvchilarnikidan 12% ga, Rossiya Federativ Respublikasining ishlab chiqaruvchilarnikidan esa 27% ga arzon. Tan narxining arzonligi esa Norin Gezlar kaskadi kabi milliy brendimizga aylangan energiya ishlab chiqaruvchilari uchun o'z vaqtida ehtiyot qismlarini yetkazib berishga zamin yaratadi. Ilgari bu hamma gidroagregatlar yangi qurilayotgani bo'lsa, shularni hammasi biz chet davlatlardan import qilardik. Asosan Xitoy Respublikasi, Rossiya Federatsiyasidan, Yevropadan olib kelinadi. Mana hozir prezidentimizning shu yaxshi iqtisodiyotga bo'lgan e'tiborlari asosida mana shu zavodimiz ham barpo bo'ldi. Hozir shu yashil energetikaga tegishli bo'lgan gidro elektrostansiyalar uchun biz to'laqonli 100% o'zimiz shu korxonada ishlab chiqaryapmiz hozir detallarni. Mana shu agregatlar o'zi nima vazifani bajaradi Gezlarda? Bu gidroagregatlar o'zi aslida mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beradi. Endi o'zingiz bilasiz, hozirgi kunda elektr energiyaga bo'lgan talab ortgan. Bizni yashil energetikaga taalluqli bo'lganimizdan yana bir yutuqli tomonlaridan bu juda sof elektr energiya hisoblanadi. Biz atrof muhitga gidroelektrostansiyalar juda kam umumiy zarar ko'rsatadi. Faunaga ham, umuman o'sha suvdagi bor jonzotlarga ham, umuman atrof muhitga ham juda ta'siri juda past. O'shaning uchun ham yashil energetika deyiladi. Endi iloji boricha bu hammasi o'rganiladi. Atrof muhitga qanday ta'sir ko'rsatishi, umuman faunaga, tabiatga hammasi o'rganiladi va uni zararini maksimal darajada pasaytirish rejalari o'sha hali endi u GES barpo bo'lishidan oldinoq o'sha bu narsalar ko'rib o'tiladi. Va maksimal darajada pastga shu narsani kamaytirishga butun harakat shunga beriladi. Mana shu zavod qurilgandan keyin gidroenergetika sohasida nimalar iqtisod qilindi? Biz yana nimaga erishyapmiz? Umraganda agar gidroenergetikani bitta inson tanasi desak, sizning zavodingiz uning qaysi qismlarini tashkil etadi? O'zi umuman bizning zavodimizni birinchi eng yaxshi ulardan bittasi, birinchidan bizda shu korxonada 300 dan ortiq ish o'rni yaratilganini o'zi. Prezidentimizning yana bir siyosatlari gender tengligi bizni boshqaruv raisimiz Abdug'ani Abdurahmonovich tomonidan ham bu yerda ayollarga ham ish o'rinlari yaratilgan. Ularni o'z qobiliyatiga, mehnatni og'ir yengilligiga qarab ishlar taqsimlangan. Asosan mexanizmlar bilan ishlash, og'ir yuk ko'tarmasdan, salomatligiga zarar yetkazmaslik maqsadida ayollarni biz imенно shu yo'nalishga jalb qilganmiz. Masalan, mana shu ko'rib turgan kranlaringizda biz barcha kran mashinistkalari hammasi ayollar, oylikda hisob-kitob qiluvchilar. Mana masalan har bitta detalni stanokka qo'yib, bizda endi bu yangilik-da bor. Yangilik bo'lgani uchun buni har bittasiga ketayotgan vaqt, sarf xarajatlarni, hisob-kitoblarni baribir biz qilishimiz kerak, analiz qilishimiz kerak.
Keyin biz shu analizlar asosida ko'rib chiqamiz, biz import qilayotganimizda bizni ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz tannarxi qanchaga arzon chiqyapti, qaysi bir yo'nalishlarda masalan shu narsalarni ko'rsatishni ko'rib chiqishimiz kerak-da. Zavod ishchi xodimlari uchun barcha shart-sharoitlar va maishiy qulayliklar, ya'ni oshxona, 100 kishilik yotoqxona, dam olish zonalari, sport maydonchalari, ochiq suzish havzasi yaratilgan. Zavodda ustoz-shogird an'anasi asosida kadrlar tayyorlash tizimi yo'lga qo'yilgan. 7 nafar salohiyatli yosh mutaxassislar Xitoyda 3 oylik malaka oshirish kurslarida ishtirok etib qaytishdi. Shuningdek, 60 nafar xodimni xorijga o'qitish rejalashtirilgan. Bekzod Abdullayev ana shunday xorij tajribasini yaxshi o'zlashtirgan yoshlardan. Ishga kirganimdan keyin Xitoy Xalq Respublikasiga o'qishga jo'natildik. Biz bilan birga 7 ta odam yuborilgan bo'lsa, bizda bunda loyihalovchi muhandislar, texnologlar va yig'uvchilar, bundan tashqari sifat nazorati xodimlari bo'lgan. U yerda biz gidroturbinalar bo'yicha muhim bilim va ko'nikmalarni egalladik. Qaytib kelganimizdan so'ng esa faoliyatimizni ushbu zavodda, yangi qurilgan zavodda davom ettirdik. Bu zavodda faoliyatimiz asosan bizga kelgan proyektlar, loyihalar bo'yicha ustida ishlash bo'ladi. Ya'ni zavodni ishlab chiqarishini tashkil etish texnik bo'limdan boshlanadi. Bu texnik bo'limda biz har bir buyurtma uchun nimalar tayyorlash, qanday ishlab chiqarish texnologik jarayonini tashkil qilish va uni boshqarish bo'yicha faoliyat yuritamiz. Gidroturbinalar bu umuman energetikada yashil energiya sifatida qaraladi, ya'ni qayta tiklanuvchi energiyalar sifatida umuman yoqilg'i yoqmasdan, masalan atom, issiqlik, ko'mir yoki boshqa narsani yoqmasdan shunchaki suv energiyasidan foydalanib elektr energiyasini olish usuli hisoblanadi. Ya'ni suvning potensial energiyasini mexanik energiyaga aylantiramiz. Undan keyin mexanik energiyani esa elektr energiyaga aylantirib tarmoqlarga uzatiladi, ya'ni iste'molga yuboriladi. Xitoy tajribasi o'zini standartlarga ega davlat sifatida, masalan, har bitta turbinani yig'ish uchun alohida har bitta turbina uchun alohida individual proyekt qilinadi. Ularda esa aynan shu proyektlarning mavjudligi, eskidan maktabning mavjudligi bizga qo'l keldi va shu maktab orqali biz o'zimiz ham o'rgandik, tajriba olishga harakat qilyapmiz. Hozirda ham shu yerda ham Xitoydan kelgan mutaxassislar bilan birga ishlaymiz. Eng katta potensial bu moddiy resursdan ham ko'ra malakali, zamon bilan hamnafas kadrlardir. Xorijda malakasini oshirib qaytgan xodimlar bugun o'z hamkasblari bilan tajriba almashadi. Ularga o'z bilganlarini o'rgatadi. Masalan, har bir korxonada yetak mutaxassislar har bir korxonaning rivojlanishi uchun kerakli bo'lgan eng muhim resurs hisoblanadi, inson resursi. Masalan, texnologiyani, stanokni, boshqa narsani sotib olib kelish mumkin, lekin inson resursini, mutaxassisni chet eldan olib kelish qiyin bo'ladi. Albatta, uni olib kelgandan keyin u baribir o'zini yurtiga qaytib ketish mumkin. Lekin o'zimizda yetishib chiqqan yoshlarni o'qitish, bulardagi o'sha chet el mutaxassislari singari shu bilimlarni, ko'nikmalarni o'rgatish orqali o'zimizda yangi bir maktabni yaratish, ya'ni gidroturbina sohasidagi shunday mutaxassislarni ishlab yetishtirish muhim hisoblanadi. Bu zavod ham masalan O'zbekistonda birinchi bo'lib ochilgan yoki O'rta Osiyoda birinchi bo'lib ochilgan gidroturbina ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan zavod hisoblanadi. Bundan tashqari sohada, ya'ni mashinasozlik sohasida gidroturbinaga kirish ham alohida hisoblanadi. Masalan, avtomobilsozlik bo'lgan, O'zbekistonda samolyotsozlik yoki boshqa sohalarni olib qaraydigan bo'lsak bo'lgan, lekin gidroturbina bo'yicha gidroenergetika sohasi bo'yicha bir alohida maktab yaratilmagan. Bu hozirgi yoshlar uchun muhim bir o'rganish joyi hisoblanadi. Xulosa o'rnida aytish joizki, bugun yurtimiz daryolarining tabiiy qudrati inson aqli va mehnati bilan uyg'unlashib, hududlar va xalq farovonligi yo'lidagi mo'jizaviy nurga aylanmoqda. Bu GESlarning barqaror ishlashida esa O'zgidropower korxonasining o'rni muhim ahamiyat kasb etadi.